Budun termasiz bo'lmas ekan, chiqib bo'lmas ekan, xullas. Безопасность. Assalomu alaykum. Bugungi obzorimiz Sergeli 7 Rezidence'da Orientir 300-maktab. Uyimiz mana shu 10 etajli novostroykani 7-etajda 93 kvadrat metr, 3 xona, 116 ming dotli, oynalar katta, xonalar keng. Uyimiz ichiga ham kirib oldik. Kirishimiz bilan mana shunaqa keng koridor, oynali qilib, chiroyli qilib remont qilib qo'yishgan ekan. O'ng tarafda mana to'rda eshiksiz qilib zal qilib qo'yishibdi. Mana zal oynasidan tashqarining ko'rinishi mana bunaqa qilib безопасность qilib reshotkalar qo'yib qo'yishgan ekan. Zalimiz bu tarafdan ko'rinishi. Kimga yana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, profilli nomerga aloqaga chiqaveringlar. Mana zaldan koridorga chiqaveramiz yana. Chiqqanimizda mana birinchi eshikda spalnisi. Spalnimiz bu tarafdan ko'rinishi, ko'rib turgan mebel texnikalar hammasi qolar ekan shu yerda. Uchinchi xonamizda ham mana o'zining katta derazasi bor. Bu yerda ham mana mebel texnikalar hamma narsasi qoladi. Mana koridorda mana bunaqa shkaflarga shilkalar qilib qo'yishibdi. Oyoq kiyim kiyadiganlar. Mana yerga kuller joylashtirishibdi mana. Suv qo'yib bu ham qoladi. Hop, mana sanuzel, dushoy kabinka, unitaz. Bu bitta sanuzel, dushoy kabinkalik keng ekan bu ham. Va yonida yana bitta sanuzel. Bu faqat hojatxona, tahoratxona. Va kuxnyamiz bu tarafdan ko'rinishi, bu yerda bemalol 6-7 kishi bemalol ovqatlansa bo'ladi. Kuxnyning mebellari ham tayyor, gaz, xolodilnik, hamma narsasi bor ekan.